Assalomu alaykum. DTM 2024 ga doir savollarni ko'rib chiqishni boshlaymiz. Demak, birinchi savol: Nigora opa murabbo tayyorlash uchun 1 kg qulupnayga 1,25 kg shakar soldi. 9 kg murabbo tayyorlash uchun qancha shakar va qulupnay kerak? Demak, qandaydir hajmdagi murabboni tayyorlash uchun 1 kg shakar qulupnayga 1,25 kg shakar kerak bo'lyapti. Demak, murabboning og'irligi 2,25 kg. Shunda 2,25 kg og'irlikdagi murabbo tayyorlash uchun 1,25 kg shakar kerak bo'lyapti. 9 kg murabbo tayyorlash uchun qancha shakar kerak bo'ladi? Proporsiyani ishlab qo'ysak, demak 2,25x teng 1,25 karata 9, bular qisqarsa, demak bu yerda 9 tadan bo'lsa, demak x teng 5 kg chiqar ekan. Demak, shakar 5 kg chiqdi. Endi 2,25 kg murabbo tayyorlash uchun 1 kg qulupnay ketgan bo'lsa, 9 kg murabbo tayyorlash uchun qandaydir y miqdorda qulupnay kerak bo'ladi. Bu proporsiyani ham ishlab qo'ysak, demak 2,25 y teng bo'lar ekan 9 karata 1 ga, y mana bular qisqarsa, demak 4 ga teng bo'lar ekan. Demak, 9 kg murabbo tayyorlash uchun 5 kg shakar va 4 kg qulupnay kerak bo'lar ekan. E'tiboringiz uchun rahmat. DTM ga tayyorlanayotgan do'stlaringizga yuboring.